Hi everyone, welcome to Thai Language Training Center video classroom. And today we will learn new concept English Book 1, Lesson 45, The Bus's Letter. Sağolashlar yaxshimizlar? Hamda bugungi darsimizda birinchi qism, ya'ni 45-dars bo'lgan The Bus's Letter degan bu darsni o'rganib chiqmoqchi. Anaqda savodoshlar bo'lsa, bizning shu 45-darsningki kitobdagi shu darsni tepib, echib, quloqlar bo'lsa bir mashq kitobda bo'lsin, xotir debda, uniki bo'shlab asosda bu darslarni bir yaxshi takrorlab ketsanlar. Xo'sh, avvalda biz shu bugungi darsimizningki muhim bo'lgan bir necha yangi so'zliklar bor. So'zliklarni o'rganib chiqqandan keyin endi tekst o'rganaylik. Xo'sh, hamsa birinchi so'z nima desanlar? Can. All right? Can. All right. Balkim bu so'zni o'rgangan bo'lishinglar mumkin savodoshlar. Qaranglar, bu yerda bu can degan nima desanlar? Qilolmoq, lalamak. Demak, shunday bir qobiliyatga yoki shunday bir imkoniyatga ega bo'lmoq. Masalan, I play football. Endi bu men futbol o'ynayman degan gapimda. Okay. Endi buningga bu canni qasaq nima desanlar? I can play a football. I can play a football. Men futbol o'ynay olaman. Okay, men futbol o'ynay olaman. Demak, endi bu yerga can deganimiz nima desanlar? Shuni qilolmoq, lalamak. I can play football. Can you play football? Oy futbol o'ynay olamsiz? Men futbol o'ynay olaman. Demak, endi bu yerga can deganimiz nima? Shunday ishni qila olaman. Masalan, she speaks English. Endi u ingliz til so'zlaydi. Masalan, u uyg'urcha so'zlaydi, u xanzurcha so'zlaydi, u ingliz so'zlaydi. Shunday bir odati. Demak, ham davomli qiladigan ishi. Endi she can speak English. Endi bu yerga she can speak English deganimiz nima desanlar? U inglizcha so'zlay oladi. Demak, shunday bir qobiliyatga ega. Shunday bir iqtidorni o'ziga nima mujassamlagan degan gap. U shuni qila oladi, shuni qilish qodir demakchi. Demak, can qilolmoq, lalamak. Masalan, what about this? You know, he can swim. And he can swim. And u nima qila oladi? U so'za oladi. Okay, u so'za oladi. Masalan, we can help you. Biz sizga yordam qila olamiz. Demak, endi bu yerga can deganimiz nima desanlar? Qila olmoq. Masalan, for example, look, Jim can drive a car. Jim qanday qila oladi? Mashina hayday oladi. Jim can drive a car. Jim mashinani hayday oladi. Can he drive a car? U mashina hayday olamdi? Can he? Okay. U nima qila olamdi? Mashinani hayday olamdi. He can drive a car. U mashina qanday qila olmaydi? Hayday olmaydi. He can't drive a car. U mashina qanday qila olmaydi? Hayday olmaydi. Okay, u mashina hayday olmaydi. He can't drive a car. You can do this. Endi bu yerga yana can'ninki qilolmoq, lalamakdan sirt yana nimasi bor desanlar? Bu yerda unda qis bo'ladi degandan derak bir. Masalan, you can do this. Siz bu ishni qilsangiz bo'ladi, yoki qanday qila olasiz? Can you do this? Buni qila olamsiz? Demak, endi o'sha canni oldiga chiqsangiz nima bo'laversangiz, oddiy savol jumlaga aylandi. Demak, canni oldiga chiqsak, masalan, he can drive a car. Can he drive a car? Okay, he can drive a car. Canni keniga nima qilsak nima bo'laversangiz, bu inkor jumlaga aylandi. Endi bir alohida so'roq aylantirsak desanlar, buni darsning o'rniga whatni almashtirib qo'ysak nima? What can you do? What can you do? Okay, endi siz nima ish qila olasiz? Okay, what can he do? U nima ish qila oladi? What can she do? U nima ish qila oladi? What can we do? Biz nima ish qila olamiz? Demak, endi bu nima alohida bo'lgan bir savol jumlaga aylandi. Demak, endi bu yerga can qilolmoq, lalamak. Okay. Can you make the tea, Sam? Deb o'rganganmi? Can you make the tea? Choy damlay olasiz. Shunaqa. Okay, yes I can. No I can. Demak, endi to'liq shakli yes I can make the tea.
And the make the teeth chiqib bo'ldi, shunami? Chiqib bo'lgandan keyin buni qaytalashniki o'rni yo'q. Shuni qisqarab ketib, yes I can lab qilib qoldi. Yes I can. No, I can't. Yes I can. No, I can't. So, can I have your name, please? Okay. And ingliz tilida masalan ismingiz nima degani what is your name? Shunami? Uningda sirt yana bir so'rash so'l nima desanglar, can I have menda bo'lsa bo'lamdi your name, please? Sizning ismingiz. Demak, ismingizni bidab bersangiz xafa bo'lmay degan gap. Shu. What's your name? Yoki telefon nomerini qancha desanglar, can I have your phone number? Okay. Can I have your phone number? Oy, telefon nomeringiz qanchadir? Can I have your WeChat number? Okay. WeChat o'yinlari. Can I have your WeChat number? Sizning o'yinlar nomeringizni qanday bilsam bo'lamdi? You can come here. And siz mi yoki siz qanday bo'lmaydi. Demak, endi boshqalarning so'roq nima qilganda, masalan, can degan yana bo'ladi degandan ana qildirsanlar bo'ldi. Masalan, can you wait for me? Siz meni saqlab tursangiz bo'lamdi. Can you wait for me? Can you wait for us? What can you see? Siz nimani ko'rasiz? What can you see? Shunami? Can you see the book? Kitobni ko'ra olasizmi? Can you see the book? I can't see the book. Men qanday qilamadim? Kitobni ko'ramadim. Kitobni qanday qilamadim? Ko'ramadim. All right. Xo'sh, endi ikkinchi so'zimiz nima desanglar? Boss. All right. Boss. Buni balki ma'lum bo'lsangiz mumkin. Boss. Okay, boss nima ish qilganim? Xo'jayin. Qaranglar bo'lasizlarki. Bu ikkilaylar nima desanglar boss. One is Apple, another one is Windows. Shunami? Birisi olmaning xo'jayini, birisi nimaniki? Windowsniki. Okay. And qaranglar, the boss is coming. The bus is coming. Xo'jayin kelyapti. Xo'jayin kelmoqchi. Shunami? Okay, where is your bus? Xo'jayiningiz nima? Qayerda? Demak, where degan alayda savol olmish, shunami? Undan keyin is your boss a woman? Okay. Sizning xo'jayiningiz nimami? Ayol kishimi? Is your boss a woman? Is your boss woman? Good. I don't like your boss. Okay, I don't like your boss. And that means nimangizni xo'jayiningizni qanday qilmayman? Yoqtirmayman. I don't like your what? Boss. I don't like your boss. Please give it to your boss. And buni xo'jayiningiz qanday qilib berib qo'ysangiz. Okay, demak endi bu yerda boss ism kana. Keyingisi nima desam? Minute. Okay, minute. A minute deb o'qib qo'ysak bo'lmaydi. Minute. Okay, actionlar minute. Good. Ana bu minute deganimiz shu minute degan gap asoslashlar. Masalan, wait a minute. Okay, 1 minut saqlang. Endi bu 1 minut saqlanma desa, qisqa vaqt saqlang. Bir jindak tutib tursangiz, yoki jindak saqlab tursangiz deb qo'yamiz, shunami? Endi qisqa vaqtni bildirdi. Okay, so can you come here a minute please, Bob? Can you come here? Bu yoqqa kelsangiz bo'lamdi. A minute, 1 minut. Demak, birdan bu yoqqa kelsangiz bo'lamdi. Shunami? What can you do in 2 minutes? Okay. And what can you do? Degan nima edi? Siz nima ish qila olasiz? In 2 minutes. 2 minutda. Siz 2 minutda nima ish qila olasiz? What can you do in 2 minutes? I have only 1 minute time. Okay, I have only 1 minute time. Meni faqat nima? Birlam minut vaqtim bor. I have only 1 minute time. 1 minut qana vaqtim bor. Demak, endi minut degandan mushariki birisi intan qisqagina bir vaqtni, biroz vaqt yoki ozroq birdam degan gap, wait a minute. Bizdan saqlab tursangiz, yoki jindak tutib tursangiz deganda derak bo'ladi. Xo'sh, next one is ask. Okay, ask. Ask deganimiz nima? So'moq. Masalan, ask a question, savol so'moq. Shunami? Okay. Ondan keyin ask somebody to do something. Ma'lum birisini mana bir talab qilmoq, shunami? Okay, please go and ask. Voy, berib so'rang. Go bering, shunami? Please go and ask. Okay, please go and ask. So you can ask your teacher. Okay, you can ask. Siz so'rasangiz bo'ladi your teacher, muallimingizdan.
Demek siz bu narsani muallimingizdan qanaqasiz bo'ldi, so'singiz bo'ldi. Okay, I have something to ask. Meni bir so'raydigan gapim bor. Bir narsam bor deshnama. I have something. Okay, I have something to ask. So ask somebody to do something. Okay, ask somebody to do something degan ma'lum bir kishidan mendaq bir ishni talab qilmoq. Ask somebody to do something. So why do you ask me that? Why siz nima ish qilmandan uni so'raysiz yoki shuni talab qilasiz degan. Okay? Masalan, he asked me to type this letter. Okay, u mendan bu xat berishimni qanaqa qildi, talab qildi. Demak, endi talab qilmoq bo'lsa, men ask somebody to do something. Agar endi talab qilmaslik, menda qilmaslikni talab qilish bo'lsa, ask somebody not to do something. So, do you have any questions to ask? Endi sizningki so'raydigan savolingiz bormi? Do you have any questions to ask? Do you have any questions to ask? All right, next one is handwriting. Okay, handwriting. Qaranglar, hand deganimiz qo'l degan gap, writing deganimiz yoziqchilikmi? Okay, and who is handwriting degan shu qo'l yozmasi degan gap. Qaranglar. Bu qo'l yozma chiroyliqmikan? Okay, whose handwriting is this? Okay, endi bu qo'l yozmasi kimdan? Bu po'jark kimdan? Demakchi, endi bir qo'lda yozilgan narsa handwriting. My handwriting is not good. Mening xatim ancha chiroyli emas. Demakchi, endi xat yozganda qaraymiz-ku endi, chiroyli yozamdi yoki satmi. Demak, endi my handwriting is not good. Meningki po'jarkam qanday ancha yaxshi emas. Ya'ni her handwriting is beautiful. Oyo, uningki endi qo'l yozmasi chiroyli. G'alatimush qizlarniki chiroyli qo'yanda shunaqaqa muallimda oyo, ajab xatingiz qizvolni kerak chiroyli qandayda. Demak, endi qizvolni salamni astaydilroq. Endi u avvalama yozibdi-da, agar astaydillan bo'lib qolsa, shunami? Chunki ko'pincha xatda do'stni xatchilar erlarning shunami? Lekin ayollarning jiqliqni anglab boqdim shaxsan. Okay, deganimda bu qandalam odamlar bo'lsa chiqib astaydillan bo'lsa-chi chiroyli yozib bu handwriting degan. Har qanday ish qilsanglar, cho'qim astaydillan bo'l degansizlar. O'g'il o'g'illamsizlar, qiz o'g'illamsizlar, o'qishlar qanday desanglar, yozib ketgan gap.